Assalomu alaykum hammaga. Bugun Guliston shahridagi yangi bozorda joylashgan obyektimizdagi qurilish jarayonini hozirgi videomizda ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin mana shu jarayonimizni Guliston bozorimizga 25 mramorni kiroshkamizdan 1150 kvadrat berib beryapmiz. Mramorni qolipimizni qanaqa chiqqanini o'zingizlarning fikringizni kommentariyada kutib qolamiz. Xudo xolasa odamlar gavjum bo'lib, bozor to'lgandan keyin ham bitta chiroyli post xudo xolasa Instagramimizga qo'yamiz. Kutib qolinglar.